Erkak kishini puli bo'lmasa, deyarli hech kimning oldida hurmati, obro'yi bo'lmaydi. Hattoki o'zingni xotining, o'zingni farzandlaringga so'zing o'tmaydi. Lekin agar puling ko'p bo'lsa, hatto ota-onang ham seni diqqat bilan eshitardi. Har bitta gapirgan gapingni, har bitta qilayotgan qarorlaringni hurmat qiladi. Shaxsan men o'zim Dubayga kelganimda, bu yerda bo'ynimda bir dunyo qarz bilan kelganman. Ba'zilar aytishadi, men noldan boshlaganman. Yo'q, men noldan emas, men minusdan boshlaganman. O'shanda metroda qatnardim. Lekin hech qachon qiyin ekan deb ishimni tashlab qo'ymadim va ko'chmas mulk sohasini o'rganib, aynan o'sha bilim evaziga men puli bor odamlarga yordam berdim. Aytmoqchi bo'lganim, pulim yo'q deb o'tirib qolish kerak emas. Puli bor odamlar sizni bilimingizga suyanib, pulini investitsiya qilishadi. 1 so'm pulini 2 so'm qilsa, keyin ertaga yana ham kattaroq pul bilan kelishadi. Agar puling bo'lmasa, lekin biliming bo'lsa, sen qiyin vaziyatdan chiqib ketishing mumkin. Aynan taslim bo'lmaganim sababli, o'zimni ustimda doim ishlab kelganim sababli qisqa muddat ichida Dubayda eng ko'p uy sotgan kompaniyalardan biri bo'ldik. Va bugungi kunda men faxrlanaman hech qachon taslim bo'lmaganim uchun. Va aynan men qilgan ishni siz ham qilishingiz mumkin. Buning uchun albatta sabr kerak, kuchli matonat kerak.